Afsonaviy do'stlar, Namangan shahriga, Namangan viloyatiga xush kelibsizlar. Hurmatli akalar, yaqinlar, bugun sizlar bilan Oybek ustani do'stlar sexidamiz. Akalar, O'zbekiston bo'yicha narx-navoda sindiraman deyapti. Xalqimizga do'stlar arzon. Cho'ntak bo'plardan darozalarimizni ko'rsataman deyapti. Hurmatli obunachilar, Oybek usta bilan bugun sizlar uchun birinchi video qilyapmiz do'stlar. Birinchisi bo'ladi akalar, bitta bo'ladi, lekin bomba narx-navo bo'ladi deyapti. Assalomu alaykum. Sizga qalaysiz? Charchamayapsizmi? Endi Oybek aka, bugun xudo xolasa Ali Yusukovga birinchi chiqishingiz. Bitta obunachilar bilan yaxshi assalomu alaykum oling, ismingizni ayting. Ustaxonamiz manzillarini aytib qo'yasiz bir og'iz. Assalomu alaykum Ali obunachilari. Hammani assalomu alaykum. Avvalambor yangi darozalarimizni endi bugun sizlar uchun obzor qilib beramiz. Qulay narxlarda, sifatli va arzon bo'ladi. Videomizni boshlaymiz ustaki. Obunachilarga aytib qo'ying, eng arzoni mana. Aytdingiz videomiz boshdan oldin aka xalq uchun sindirib beraman deyapsiz. Mana eng arzon darvozamizni metr kvadratini qancha qilib berasiz Oybek aka? Xudo xohlasa 600 ming so'mdan boshlanib ketaveradi. 600 ming so'm eng arzoni. Eng arzoni 600 ming so'm. Sifatli va eng zo'ri bo'ladi. Yashang do'stlar, 600 ming so'mga darvoza qayda bor akalar? Metr kvadrat. Bunaqasi faqat Oybek akamiz sexida bor. Endi sexdan borib ko'raman deganlarga hozir mana bozorchingizdamiz. Sexdan borib ko'raman deganlarga sexingiz manzara qayerda? Seximizning manzara o'ka Namangan shahar, Shamshiboy bozorining ichida bo'ladi. Gap yo'q, bozor ichida. Pastdagi raqamlarga do'stlar telefon qilasizlar, lokatsiya tashlab beramiz. Sexdan pryamoy kelib, ustamiz shaxsan o'zi yasayotgan robotlarni ko'zinglarni oldida do'stlar ko'rib, zakaz berib ketaverasizlar. Endi videomiz boshladikmi, ko'rsatamizmi usta? Like bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Pastdagi raqamlarga Telegram, WhatsApplarimiz bor. Eng arzoni 600 ming so'mdan darvozamiz boshlanyapti. Qani? Xo'p, mana endi boshlab oldik obzorimizni ham, uka. Xo'p, boshladik endi usta. Xalqimizga ko'rsating endi yaxshilardan. Mana yangilik, shtampovka fasonimiz bo'ladi, uka bu. Hozirgi kunda 250 ming so'mdan chiqib ketgan. Ikkita yoni tegishlarida bo'ladi, uka. Listlari qalin, biri 3 listda bo'ladi. Buni profillari ham 6 ga 3 qalin profilda bo'ladi, uka. Qalin profilda. Material necha dedingiz buni? Biri 3 listda bo'ladi. Biri 3 listda do'stlar. Mana sizlarga. Bu endi yangilik ekan do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, nержавейкалari bor. Mana do'stlar, uchkalarni ham bir qator sifatiga ahamiyat berib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Endi ustaka, hozir bular adashmasam zakaz to'g'rimi yoki sotuvdami? Hop, sotuvimizda ham bo'ladi, uka. Zakazga ham chiqarib beramiz. 750 ming so'mdan boshlanadi. Siz obunachilaringiz uchun 700 ming so'mdan qilib beramiz. 700 ming so'mdan. Do'stlar, metr kvadratini 700 ming so'mdan qilib beryapsiz, hurmatli obunachilar. Men sizlarga bitta uzoqdan ko'rsataman. Sekin do'stlar, mana tepalari polni lazerda kesilgan ekan usta. Buni alohida izlayla ishlab bo'ladi. 300 ming, 400 ming so'mdan so'g'atiga kestirib, tayyorlab chiqazamiz. Gap yo'q. Mana hurmatli obunachilar, bemalol aloqa chiqarasizlar. Pastlarini ham akalar mana shiveldan ko'rib qo'yinglar. Nechilik endi usta bularni? Bular 10lik shivellarda bo'ladi, qalin shivellar bo'ladi. Xudo xohlasa hammasi xizmat qiladigan bo'ladi. Keyin yana bitta yangilik, yaxshilik joyi bor. Kraskasi toza kraska bo'ladi. 5 yil, 6 yil xizmat qilib beradi. Hamda garantiyasi bor. Gap yo'q. Ustaga endi videomizni boshida aytib qo'ying. Dastavka, ustunovka xizmatlari qanaqa bo'ladi endi sizda? 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Inshaalloh kelishgan holatda uy beraveramiz. Gap yo'q. Demak, to'g'ri tushunayotgan bo'lsa, mana shu kelishilgan summamiz ichida ustunovkasi ham bor, dastavkasi ham bor. Shunaqami? Hammasi bo'ladi. Gap yo'q do'stlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xohlaganlarga Qirg'izistonga ham, Qozog'istonga ham do'stlar chegaragacha xizmatimiz bor. To'g'rimi? Gap yo'q do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. 700 ming so'mdan qilib beryapmiz. 700 ming so'mdan do'stlar metr kvadratda bularda 700 ming. Hamda yana bitta joyi bor. Buni narxini tushirib bersa bo'ladi. Holatda. Hop, mana uni shivellar emas-ku. Ikkita yo'ni tegi. Hop, profilda bo'ladi. Hamda listlar sal parashlasa, narxi yana tushib boraveradi. Gap yo'q do'stlar. Mana endi avvalambor hammaga yaxshi mahsulot tavsiya beramiz. Sal qimmatroq do'stlar. 500 mingga olmanglar, 700 ming so'mga olinglarda, lekin xizmati ko'proq bo'ladi. Gapni boshlab ketaveramiz. Keyingisi, ko'rsatamiz usta. Bunisi ruchnoy работа, listli darvozamiz bo'ladi. Xo'p. Bular ham yangiliklardan. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ruchkalari ham afshi cho'tki bo'ladi. Do'stlar, yo'qgani qulay bo'ladi. Bularning ham ashi materiallari qalin bo'ladi. Ikki yo'ni tegi shivellarda bo'ladi. Hop, qattiq. 2 qavatli bo'ladi bunimiz. 2 qavatli, 1.8 listi, rossiyskiy listlarimizdan bo'ladi. Do'stlar, rossiyskiy. Hurmatli obunachilar, 1.8 listdan. Hurmatli obunachilar, yana bitta joy bor. Mana bu joylari egilgan. Yipkada egilgan bo'ladi. Bu ham izlayla ishlardan hisoblanadi. Hammasi yaxshi. O'sha materiallari ham, o'sha rossiy qo'l mehnatda endi usta bular, qo'l mehnat. Mana do'stlar, adashmasam bu Zubermen zamonlari usta. Bu rossiy Zuber zamonlari. Originallardan. 5 yil buni ham garantiyasi bo'ladi. Do'stlar, 5 yil kafolati ham bor. Endi ustaki bir qator
Obunachilarga aytib qo'ying, bitish muddati qanaqa bo'lyapti? Bir qavatli necha kunda bityapti, ikki qavatli shumkali necha kunda bityapti? Hop, kelishilgan holatda 1 oy ichida qilib beriladigan hozirgi kunda. 1 oyda qilib beramiz. Ha, 1 oy ichida bir qavatli ham, ikki qavatli ham o'tgancha o'sha 1 oy ichida bitkizib uylarga o'rnatib beramiz. Gap yo'q do'stlar. 1 oy ichida hurmatli obunachilar uylarga ana shu ikki qavatli shumkaylar do'stlar bitkizib olib beramiz. Endi bir qavatlilar endi bundan buyoq kunlar isib qoldi, ustaka, kunlar o'zib qoldi. Tezda bo'lsa kerak, 1 oyga ham qolmasdan. Endi harakat qilamiz ertaroq qo'yib berishga. Undan keyin buni kamroq shpekulovka ishlaganning hisobiga ham, mana sizga aytib o'tganimdek, igilgan kamroq shpekulovka ishlaydi. Tezroq bitadi bular. Necha pul qilib beramiz endi buni? Buni hozirgi kunda ikki qavatligini 1 million 200 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha bo'libdi. Bir qavatligini siz obunachilaringiz uchun 1 million 50 ming so'mdan boshlab 1 million 200 ming so'mgacha bo'ldi. Gap yo'q do'stlar, mana Ali o'z kanalidan chiqqanlarga 1 million so'mdan, ha? 1 million 50 ming so'mdan 1 million 50 mingdan 1 million 50 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha. 1 million 200 ming so'mgacha bir qavatligi bo'ladi. Ha do'stlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, davom etamiz endi usta. Xo'p, endi usta bizda keyingisi Dubai fasoni adashmasam bu, ha? Ha, bular ham o'sha yangilik Dubai fasonlarimizdan. Hozirgi kunda trendda bo'lgan fason bo'ladi. Gap yo'q do'stlar, mana necha yildan beri juda ham ufta bo'layotgan Dubai fason. Qanaqa endi buni qanliklari qanaqa bo'lyapti? Endi buni ham ma'lumotini bering bizga. Bo'ldi, aka. O'zi sizga tushuntirib o'taman. Bu pechat darvozalarimizdan bo'ladi. 3 lista bo'ladi. Bular ham o'sha sifati yaxshisidan bo'ladi. O'rtaga to'rt profilimizda bo'ladi. Bularni ham ikki yo'ni tegi shvellarda qilib beramiz, kelishilgan holatda. Bularni ham zamonlar o'sha yaxshi zamonlardan qo'yib beramiz. Zuber zamon deysiz, Zuber zamonlardan ham qo'yib beraveramiz. Gap yo'q. Endi tanlovga qarab. Qanaqa variantlari bor endi buni? Buni variantlari, aka, 550 ming so'mdan bundan oldingi boshlanishda videoni aytib o'tganda 600 ming so'mdan deganda, mayli siz obunachilaringizga yana 50 ming so'm tushib beramiz. 550 ming so'mdan boshlab, hop, 250 ming so'mgacha bo'laveradi. Endi sifati, materiali hamda kraskalarga qarab. Do'stlar, 550 ming so'mdan ana jigarlar o'zi 600 ming qilib beraman degan do'stim. Endi do'stlar, mana buni ham aksiyaga qo'yapmiz. 550 ming so'mdan eng arzonlari boshlanyapti. O'sha 550 ming so'm deydi. Qalinligi qanaqa edi? Temir nechlik bo'lardi? Hop, biri 3 metr, biri 2 lista bo'ladi. Hamda ikkita yo'ni tegi shvellar bo'lmaydi, profilda bo'ladi. Qulayroq bo'laveradi deganlar uchun. Ha, do'stlar, nirjavikalargacha bor ekanda, ha? Mana. Gap yo'q. Endi buni qimmatini ham obzor qilib ketamiz. 750 ming so'mdan bo'ladi deganim mana. 3 ta o'sha yaxshi listlarda bo'ladi. Hamda profillari 6 ga 4 qalinida bo'ladi. Ikkita yo'ni tegi shvellarda bo'ladi. Atkiramdagi Zuber zamonlarda bo'ladi. Yaxshisidan qilib beramiz. Keyin buni 750 ming so'm degan variantimizda kraskasini garantiyasi bilan qilib beramiz. Gap yo'q akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Hop, endi bu bundan oldingi ko'rsatgan darvozamizni boshqacharoq varianti bo'ladi, qalinroq varianti. Hop, bundan oldingisida mana bu yerda Versace bo'lganda, bunisida nirjavika bo'ladi, hamda bu qalinroq. Nisbatan unga qaraganda ikkita yo'ni tegi shvellarda bo'ladi ki, bu 200 minglik variantimiz bo'ladi. Qimmatroq chiqqan. Hamma siz obunachilaringizga tavsiya beramiz. Asli 750 ming so'mdan bo'lgan. Endi odatiy qolib qoldi, 50 ming so'mdan tushib beribdi o'z obunachilaringizga. Buni ham tushib beramiz 700 ming so'mdan, xudo xohlasa. 700 ming so'mdan qilib beramiz. Gap yo'q, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Ana So'ra akam o'zlari bu yoqda. Assalomu alaykum. Ustaga qandaysiz? Charchamayapsizmi? Assalomu. Do'stlar, ana So'ra akam, endi ana So'raga birgamizlar endi hozirga shunda. Bu ham o'zimizni ukommiz. Ham o'zimizni Rabbim xudo xohlasa ham usta, suvarchi o'zi. Endi inshaalloh izlanish kerak deydi-yu. Sex bittami usta? Sex bitta, xudo xohlasa. Inshaalloh bu shunga misol ishonib obunachilaringiz zakaz berishadigan bo'lsa ham, ya'ni bizga berish hisobda bo'ladi. Ya'ni o'zimiz xudo xohlasa doverenniy bo'lib, inshaalloh o'zimiz garantiyasini beramiz. O'zimiz oxirgacha buni shug'ullanamiz. Ya'ni biz qo'limizdan o'tadi. Ya'ni tushib qolgan zakazlar ham, biz olgan zakazimiz ham aylanib biz qo'limizdan o'tib, keyin manzilga yetib boraveradi. Gap yo'q do'stlar. Ishga xudo xohlasa garantiya. Ana So'ra akam tanishni o'tgan safar ham video qo'yganmiz do'stlar. Akalar Muhiddin aka bilan postoyanno video qo'yib yurardik. Akamiz mana jiyanlari bilan sexlari bitta. Qozon bitta desak ham bo'ladi. Inshaalloh ukomimizga, ishimizga, avvalambor ishlarga emas, ishimizga. Bitta inson bo'lganimiz hisobiga. Gap yo'q. Inshaalloh ishimiz bitta, inshaalloh garantiyasini beramiz. Sifatiga ham, ishlaviga ham, darvoza fasoniga ham, narxiga ham, puliga ham, hammasiga inshaalloh. Gap yo'q. Lekin akam 500 ming so'mdan qo'yib yuboryapti, eng arzon aka. Qilib beramizmi? Xudo xohlasa, ukomimiz nima degan bo'lsa-da, ukomiz gaplari gap. O'g'izdan chiqqanda xudo xohlasa bajaramiz. Yashaylar, gap yo'q. Davom etaveraylikmi aka biz? Bemalol inshaalloh ular tushuntirib o'zlari olgan tushuntiradilar.
davom etyapmiz. Endi bu qora nerchavikaga ekan, aka. Ha, bu nerjivekalar siz aytib o'tganimdagi 700 ming so'mlik varianti bo'ladi. 700 ming so'mlik do'stlar, mana ruchkalarini ham bitta ko'rib qo'yinglar, yaqinlar. Bular ham o'sha original ruchkalardan bo'ladi. Qalinroq. Biri 3 lista bo'ladi. Bularni ham o'sha aytib o'tganimdagi 3 yildan 5 yilgacha garantiyasi bo'ladigan kraskalarda bo'ladi. Mana do'stlar, Dubai fason bu ham. O'sha buni qo'yishsa, kamida 5 yil, 10 yil xizmatini qilib beradi. Xudo xohlasa, bundan keyingi darvozalarni ham o'zimiz qo'yib beramiz. Buni qo'yamiz, bundan keyingilarni listli qilib, ularni ham qo'yib beramiz. Bular pechatli qalin variantlari bo'ladi. Gap yo'q. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, davom etyapmiz endi usta aka. Endi bular ham pechatli darvozalarimiz. Hop, Bular ham o'sha qalindan bo'ladi. O'zi-ku o'sha unaqa qarashlarni obzor qilmaydi, qalinroq, sifatliroq obzor qilyapti. Iloji boricha manfaatli bo'lsin deb o'z obunachilaringizga. Bu ham o'sha qalin, hop, listlari qalindan bo'ladi hamda kraskalari tozasidan bo'ladi. Aha, kraskalar toza kelasini sepilgan usta. Ha, 2 yonidagi shvellarda qilib beraveramiz. Bularni ham kelishligan holatda. Do'stlar, nerjavikalarni ko'rib qo'yinglar do'stlar, originallardan oyna singari u yoqda akalar, qop-qora nerjavikalar qo'yilgan. Material nechi dedingiz buni? Biri 3 lista bo'ladi. Biri 3 ta. Gap yo'q. Endi narxini aytishdan oldin endi Anasonaga sizga savol bor endi usta. Endi yurtdoshlarimiz bilasizlar, O'zbekiston xalqimiz avvalambor kafolatga qaraydi. Garantiyasi necha yilga, kraskasiga, o'ziga turishiga? Shu oldingi videoda ham aytib o'tganmiz. Ha. Bilishadi ham. Aha. Bu darvozamizni endi kraskasiga keladigan bo'lsa, garantiyasi avvalambor Hop, 3 yil, 5 yil atrofiga hop. garantiya beramiz. Qanaqa holatda bu shu 750 ming so'mlik ishlarimiz bor, original. Aha. Ya'ni o'sha klassik ishlovli guruh bilan sepiladi. Hop. Mana multi klassikalar uzun leki bo'ladi. Ya'ni Aha. o'sha holatda zakazni qilib zakaz berishadigan bo'lsa, aytgan garantiyamiz amal qiladi. Ana. Ya'ni 550 ming so'mlik arzon ishlarimiz bor. Bizlar yuqori, Aha. hammadan misollarga konkurensiya bo'lib arzon bo'lsin deganlarga bunaqa ishlarga bu garantiya berilmaydi. Ha. Ya'ni zakazno degan nomi bilan zakazno bo'ladi. Ana. Bozor ishlari zakazno bo'lmaydi. Ana. Bozor ishlari arzonroq bo'ladi. Ya'ni mana bo'laveradi, u o'g'limga mana enak chiqmaymi, oyda bir marta o'chirib xolos. Ana. Deganlarga endi unaqa ishlarga ketaverishi mumkin. Ana. Klient o'ziga bog'liq bu. Ha. Xohlaganda bizda sotib oladi. Biz ham tushuntiramiz, aytamiz. Bu narsani ma'qul kelganda o'ziga kerakligini ilib oladi. Hop. Menga yaxshisi kerak, menga o'sha kraskasi ko'chmasin. Mana yo'lni tagi shveldir bo'lsin, mana Instagram qilin bo'lsin. Mana zamongacha yaxshisidan bo'lsin. Bu zamonlari ham ertaga buzilib qolmaysa 5 marta hurmat o'chirgandan deydi. Ha. Shunaqa klientlarimiz bor. O'zimiz ham tushuntiramiz. Hop. Misol ijtimoiy tarmoq orqali misol Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlaydi. Aloqaga chiqishsa ham bemalol ishni bitkazib, o'zimiz shularni qilib, ana kelishadigan joyda kelishib beramiz xudo xohlasa. Gap yo'q do'stlar. O'zi eng arzon materialimiz ham tosh bilan urinmasangiz, yoqmasangiz yillab umringiz oxirigacha xizmat qilaveradi. To'g'rimi usta? Nima demaysiz? Albatta. Sababi endi bu narsani birinchi o'rinda xizmatini qilsin degan maqsadda bizdan sotib olishadi. Shunday. Ya'ni bu turadigan narsa. Buni 1 yil 2 yilda alishtirib bo'lmaydi. Buni qo'ygan odam veshni, takalaga endi umrbodda deb bo'lmaydi bu narsani. Misol 50 yilmi, 20 yilmi, 30 yil temirda bu. Shunday. Kuch turadi bu narsa. Endi shu holatda biz ham buni ishlatgan materialga qarab turib, biz garantiyasini beramiz. O'sha holatda narxi ham o'zgaradi. Ya'ni zakaznoyi misol 750 ming so'm, arzonroq ishi 500 ming so'm. Ya'ni 500 ming so'm bilan 750 ming so'mning farqi nimada? Buni xizmatida farqi. Bekorga 750 ming so'm 750 ming so'm emas. Ha. O'sha 500 ming so'mida masallig'i, ya'ni materiali qalindirki, qimmat kraska ishlatdirki, o'shanga narx qimmat chiqadi. Ana. Bizga ham. Ana. Klientga ham o'shanga narxi o'shanga yarasha chiqadi. Nechlik beramiz endi usta buni? Endi sizni obunachilaringizga xudo xohlasa, ikkovimiz mana birinchi biz o'zimiz arzonimiz chiqadilar, Aha. xudo xohlasa. Kvadrat metrini shu 50 ming so'mdan aksiya qo'yamiz, xudo xohlasa. Siz obunachilaringiz uchun zakazni o'yini 700 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastlabki uslubiz hammasi ichida qilib beramiz. Ha, do'stlar. Anasonaga o'zingiz ko'rsatasiz endi fasonimiz endi usta. Ha, endi xudo xohlasa, endi ukomiz yangilar, hali ko'nikib ketadilar. Aha. Bu fasonni o'zim obzor qilib bergim kelib qoldi, sababi o'zim yaxshi ko'rgan fasonda bu. Aha. Endi ustilarni haligi klientlarga taklif qiladigan ishi bo'ladi-yu, shunaqa ishimizdan bu. Gap yo'q Xudo do'stlar. xohlasa, endi bu darvozaga to'xtalib o'tadigan bo'lsa, hozirgi kungi yangilik. 2026-yilga high-tech nerjavekalar fason deydi. Hop. Bu qarasangiz ham mana bu joylarga ham отдельный fasadni qilib yangilik chiqqanmiz, nerjaveka qilib. Gap yo'q. Ya'ni mana kvadrat ichiga o'rnagan.
ekran bo'lib. Hmm. Bu ko'pchilik aytadi, bu darvoza shpakulovkami? Mana bu listda ulug' bormi deydi. Yo'q. Mana bu joylar polni gibkaga chiqarilgan. Ya'ni bu butun list bu. Rossiyskiy list bo'lganda ham. Qo'ylar yaqin mana. Gap yo'q. Rossiyskiy mustahkam qalin listdan. Ovoz ham chiqmayapti. Ustiga ichi qavat shumkalik endi bu. Bu 2 qavatli. Orasi stiklovati shumka bo'lgan. 2 qavatli darvozamiz. Endi bu darvozamizni birinchi o'rinda ana ko'rinishga birinchi tushadigan joyi bor. Lekin misol ko'pchilik aytadi, menga skromniy darvoza kerak, yaxshi bo'lsin, kraskasi ko'chmasin, o'chopdan tashavormasin qanotlari deydi-yu. Ana. Shunaqa darvozamiz. Ikkita yo'ni tegi shvellar, 1.8 ikkili rossiyskiy listda bo'ladi bu narsa. Orasi shumka stiklovati. Ana. Polni qarasangiz, mana profillargacha qalin stenada bo'ladi-da bu. Bandlari ham bor, abdelni beylagan Nerjabekka qo'yib chiqilgan, xudo xolasa. Zamonlari ham o'sha Zober zamoda bo'lgan. Original zamoda. Original zamoda. Endi buni haliga tushuntirib o'tadigan bo'lsa, juda ko'p to'xtalib qolamiz to'g'risiga. Vaqtimiz yetmay qoladi. Klientlarga yoqqan bo'lsa ishimiz, o'zimizga aloqa chiqsa, Telegram, WhatsApp emaillarimiz bor. O'zimiz batafsil ma'lumot berib o'tamiz klientlar uchun, xudo xolasa. Ana do'stlar, bu darvozamizni endi Aliuz obunachilar uchun, xudo xolasa. Hop. Bitta yangilik skidka qilib turib, hali hech kim qilmagan narxda qilamiz. Hop. 3 ta klientga arzon qilib beraman, kvadrat 100 mingdan. Orqasiga arzoniga qilib beraman. Ya'ni 1,5 million so'mdan buni zakasini o'lnikka, realni shu kunda 1 million 400 ming so'mdan O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'lsa, o'birib, o'rnatib berish hammasi ichida qilib 1 million 400 ming so'mdan shu ishimni, shu materiallik eng qalin full materiallar bo'lganini qilib beraman. Ya'ni o'sha qalin 2 qavat list 1.8 rossiyskiy, 2 yontagi shvellar, ana, pachinili shandiri bo'ladi orqasi ham. Gap yo'q. O'shiq ham pachinili bo'ladi. Ya'ni o'chopganda bu o'g'ir darvoza yo'q, misol 8 kilodir, 200 kilodir yengil o'chopiladi. Gap yo'q. Endi hamma darvoza xonasining razmeri har xil bo'ladi-da. Xohlagan insonlarga 4,5 metrga 3.60 razmeri shuni sotamiz. Agar tushib bo'lsa, shu darvozamiz. Agarda zakasni menga zakaz qildiraman, 3,5 ga 3,5 yoki 4 ga 3,5 razmerini deydiganlarga zakaz asosida ham yasab beramiz, xudo xolasa. Ana akalar. Borib, shu o'lchab kelish xizmatimiz bor, o'zimiz borib o'lchab kelib kelamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar, aloqa chiqaverasizlar. Davom etamiz usta, yana bormi yangiliklarda? Endi yangilik faslimiz afsona fason bor. Hop. Afsona fason. Bu afsona fason hozirgi endi 2025-yilda juda ko'p rekka chiqqan fasonlardan. Ya'ni yangilik bo'lib, odamlarga yoqqan trenddagi fasonlardan. Endi bu ham xuddi materiali 2 qavat 1.8 o'sha rossiyskiy qora listda bo'lgan. Yonidagi shvellar, mana bu joylari ham kraska, ya'ni Gentren qora kraskasida bo'lgan. Kraska bo'lgandan keyin ham bunaligi keramika peldirovka deydi-yu, shunaqa narsa qilib chiqiladi buni. Bu joyini. Do'stlar, haqiqatan afsona fason ekanda bu. Do'stlar. Endi zamonlargacha bu ham o'sha aytib o'tganimizda Zober zamo. O'zmani pechati bor, xudo xolasa. Hozirgi endi kunda ishlab kelayotgan zamo, ya'ni ishdan chiqmaydi, buzilmaydi. Daveradan uje kirgan, sinovdan o'tgan zamonlarimizdan. Shundan qo'yib beryapmiz. Ana. Endi buni ham tepa qismini ham lazerni qilganmiz, ya'ni ochiq bo'lsin deganlarga. Yoki buni yopiq qo'ysa ham bo'ladi. Ana. Xuddi buni tepasini qarating-ku, buni tepasini qarating. Buniki yopiq holatda bo'lgan. Do'stlar, mana buniki endi kesilmagan mana, do'stlar. Endi buni ham shunga o'xshab lazerni qilib ochiq qilib bersa bo'ladi. Xohlasa. Buni ham to'sib bersa bo'ladi hisobda. Endi buni zakaz asosida ham o'sha birinchi o'rinda klient uchun narx qiziq. Shunday. Xudo xolasa buni ham narxini yoramiz. Hop. 1 million 400 ming, 1,5 million qilib berishgan. Hozirgi kunda qilib berganlar ham bor. Shunday. Endi realniy men qilib beradigan narxim klientlar uchun 5 ta odamga arzon qilib beraman kvadratini buni ham 1 million 300 ming so'mdan dastlabki ustunovkasi ichida 12 ta viloyatga zakazga bo'lsin, hov, mash tayyorni bo'lsin, 1 million 300 ming so'mdan kvadratini yasab beraman. Gap yo'q, do'stlar. Razmeri 390 ga 360 balandligi. Tayyor sotuvdi. Ichkariga ochiladi hamma qanotlari. Agar shu tushib bo'lsa, o'sha 1 million 300 ming so'mdan, zakasini ham 1 million 300 ming so'mdan qilib beraman. Gap yo'q, do'stlar, aloqa chiqaversa, hurmatli obunachilar. Oka, mana bu ham yangilik fasonimiz o'ta chiroyli chiqdi. Buni ham bitta obzor qilsam nima deysiz? Mayli, ukom, Ali o'z obunachilar uchun buni ham bir obzor qilib o'tamiz, xudo xolasa. Bo'lmasam, endi Muhammad Ali aka birinchi o'rinda bu darvozaning rangi.
haligi 100 tadan bir marta chiqib bo'ladigan fason, rang, buni ham klienti bor o'ziga yarasha. Neobishniy rang deydi-yu. To'g'ri, Shu aka. maloshniy kraska bo'lgan. Buni kraskasi o'sha rossiyskiy kraska deyiladi. Aha. O'sha ko'p yillar xizmatini qilib beradi, xudo xohlasa. To'g'ri. Endi shtampovka darvozamizni o'sha neobishniy, ne klassik o'sha bir yangilik ishlab chiqilgan fasollarimizdan-da. U to'g'risiga mana jiyanimga o'ziga juda yo'q edi. Bu o'zi juda ko'p yasagan. Zakazga misol o'zi bizga berishgan odamdan keyin juda ko'p bu o'zi yasagan. Bu ustida bu o'zi jiyanim. Endi sal gapga checham emas, lekin o'zi ustida tushunchasi, materialni tushuntirishi, misol klientga qo'ng'iroq qilsa ham gaplashishi boshqacha. Usta bilan kak sotuvchining farqi bo'ladi. Endi xudo xohlasa ustaligi uchun gapga unchalik usta emas. Shu holat bilan farq qiladi xolos. Endi usta lekin. Ha, Xudo xohlaski bundan keyin. bu ukomiz suvarchi, biz kraskachi. Hunarimiz shunaqa. Endi ukomiz ozgina yosh, xudo xohlasa biz oldinlardamiz, xudo xohlasa. Bash darvozani obzor qilaylik aka. Klientlar so'rayapti. Ko'pchilik yo'q tushgan bu narsa. Bir obzor qilaylik o'tida, o'sha bir obzorni qilamiz. O'zi fason nomini endi ana so'rak Buni Buxoro gul deydi. Fasonni, o'sha rossiyskiy kraska, yaroslavskiy. Hop. Buni misol endi mana listlarni bir uchlik qilib, zamonlarni yaxshisidan qo'yib, men o'ziga mosidan qarasangiz o'ziga mos tushgancha, yo'nini, ikkita yo'nini tagini shivelar qilinsa, bu darvozamizni metr kvadrat 750 ming so'mdan chiqadi. Mana. Ha, 800 ming so'mdan qilsa ham bo'ladi. Ana. Endi realniy qilib berganimiz o'zi buni klientlarim biladi. Ya'ni bundan oldingi videoda ham zakaz berishgan okaxonlar bor. 750 ming so'mdan zakazini olganmiz bu darvozani. Hop. O'sha 750 ming so'mdan qilib beramiz, xudo xohlasa. O'sha adreslarga borib, o'rnash hammasi ichida bo'ladi, xudo xohlasa. Shu narx ichida. Gap yo'q do'stlar. 750 ming so'mdan hurmatli obunachilar. Ana 12 ta viloyatga uстановка dastavkasi hamma yo'q ichida usta. Ha, yana bir qo'shimcha qilib o'taylik. Hop. Tojikistondan, Qirg'izistondan, misol, chet davlatlardan endi aloqaga chiqishlari mumkin. Uka bizga qanaqa bo'ladi? Qilib beramiz, xudo xohlasa. Qanaqa holatda? Neytralkagacha olib o'tib beramiz. Endi u yo'g'iga adreslarga qo'yib bering uka. Xizmatini beramiz, chegaradagi rasxotini o'zimiz tomonga deysa, kelishilgan holatda o'sha Qirg'izistonga olib o'tib ham, yo Tojikistonga olib o'tib ham o'zimiz mashinalarimizni qo'yib berib kela olamiz. Gap yo'q. Imkoniyati bor, xudo xohlasa. Mana. Do'stlar, aloqaga chiqarsa yaqinlar oldindan to'lov bormi deganlarga nima deysiz endi? Endi zakalat degan narsa bu o'sha ikki tomon, ya'ni klient bilan ustaning o'rtasidagi shartnoma. Ana. Endi misol miqdori bo'lmaydi, 3 milliondir, 5 milliondir, 6 milliondir zakolat berishadi, 10 million, 15 millionga zakaz berishadi darvoza. Zakolat 3 milliondir, 4 milliondir, 5 milliondir imkoniyat qarab so'ra berishadi. Kelishilgan holatda. Cho'ntagiga qarab berayotganda boshiga unda. Albatta, ha, xudo xolasa, endi bizda misol birinchi o'rinda ko'pchilikga haligi keladigan savollar bor. Uka, allab ketmaysizlarmi? Yo, ishonchlimi, garantiyalimi deyishadi. Xudo xolasa ishimiz ham misol o'zimiz ham ishonchli bo'lamiz. O'sha o'zimizni misol ishxonamiz bor, seximiz bor, lokatsiyamiz bor, tashlab beramiz, kelib o'sha o'zi zakolatni berib, zakaz berib ham ketaverishadi. Yoki o'sha adreslarga borib, o'zimiz o'lchagan boramiz. O'shanda ham xudo xolasa yo'l sizda degan narsalar bor, o'shani ham qilib berib kelaveramiz, xudo xolasa. Hali ishonchli bo'lish uchun zakolat. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, yaqinlar sog' bo'lasizlar, raqamlar pastda. Xayrlashib qolamiz endi usta videomiz oxirida. Ha, endi hozir tushuntiradigan bo'lsa, juda fasollar ko'p, nihoyatda ko'p. Shunday, endi o'zimizga Telegram, WhatsApp orqali, internet orqali misol aloqaga chiqadigan bo'lsa ham, xudo xolasa, o'zimiz batafsil bu narsani tushuntirib o'tamiz. Katalogi bor, bir 500-600 xildan oshiq bor. Rasmlari bor, tashlab beramiz, tanlab, uka mana undan deysa, narxini hisob-kitobini qilamiz. Birinchi o'rinda ularga yoqish kerak darvoza. Narxi ikkinchi masala. Narxini kelishib olamizda. Aloqaga chiqsa, o'zimiz ish bitiramiz, xudo xolasa. Instagramimiz ham bor. O'sha Oybek darvozach deymiz. Oybek darvozach deb Instagram yozsa, chiqib keladi, xudo xolasa. O'sha holatda ham seximizdagi bo'lgan ishlarni общий kategoriya obzorni qilib boramiz. Ana. Kuzatib turishsa, xudo xolasa, unga ham chiqaramiz. Gap yo'q. Ana so'ning kattakon rahmat aka. Ustaga sizga ham kattakon rahmat. Raqamlar pastdagilar aloqaga chiqaverasizlar. Eng muhim elektronlik xizmatlarimiz bor. Ali Uzdaman deganlarga usta gap, xudo xolasa skidkalarimiz bo'ladi. Bosinglar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin yaqinlar.